Assalamu alaykum, sevimli izləyiciler, malum uşaqlarla xeyirlik bolsun. Bugün biz dünyadaki meşhur cəmiyyətlərin Pərzənd Tərbiyəsi namlıq kitabniki içidəki Curie cəmiyyətinin davamını oxuşuna başlayırıq. Mariya açqan Qabıllar tərbiyələş məktəbi 2 ildən artıqraq davam qıldı. Onun çoğ qızı Yoriyo və başqa professorların 10 pərzəndi məşhur alimlərdən matematika, ximiya, fizika, ədəbiyyat, gözəl sənət, kinoçuluq, Fransiya tarixi qatarlıq dərsliklərini öyrənidi. Bunun içindəki 9 nəfər bala keyin məşhur alim olub çıxdı. Şübhəsiz ki, aşı balalar keyin aşı bir qısqa müddətlik öyrəniş turmuşni ömür boyu esidən çıxarmaydı. Bulubmu Mariya Curie'nin to'liq qizg'inlik bilan bolalarga bergan sovg'i ularning xotirasini yangilab turgan. Mariya Curie bolalarga dars o'tadigan chog'da o'zining o'rganish usulini zinhor qoldirmay ularga o'rgatgan. Mariya diklomasiyaga moyir bo'lib, u diklomasiya mahoratini bolalarga o'rgatadi. Buningdagi sir shuki, zehnni markazlashtirish, hisoblashga oldirmaslik. Mariya boshqurishidagi Qabullar maktabi 2 yildan keyin bolalarning yuqori maktabga o'rlab o'qish imtihoniga tayyorlik ko'rish sababi bilan to'xtaydi. Keyin Curie xonimning ikkinchi qizi Eiffel Curie tannoz ham barobar ayol degan aslimasida mundaq yozadi. Formulалашқан ma'rif bilan selishtirganda Sobin universitetidagi 2 yillik hayoti Acham Yoriyotning olimlik yo'lga menishiga hal qilg'uch rol o'ynadi. Ev Curie ojizdek olim bo'lmagan bo'lsa-mu, mashhur pianinochi ham yozuvchi bo'la oldi. Onasi ta'minlagan uchur, xatchakning mazmuniga asosan u ota-onasining tarjimonini yozib chiqadi. Yo'liyot 13 yoshga kirgan yili dadasi olamdan o'tadi. Mariya Curie onalik, ayollik va olimlik qatorliq muhim rollarni olmasa bo'lmaydi. Shunga u farzandlarini tarbiyalash vazifasini ustiga oladi. Shunday qilib 1911-yili Curie xonim yana bir qatim Nobel ximiya mukofotiga erishdi. Ayni chog'da 14 yoshga kirgan Yo'liyotmo naq maydonda bor edi. 24 yildan keyin, ya'ni 1935-yili Yo'liyotmo Nobel ximiya mukofotiga erishdi. Curie jamiyati ayol olimlar orqali dunyoga tanildi. Curie xonim boshchiligida Curie jamiyatidan jami 4 avlod olim yetishib chiqdi. Bularning ichida Mariya Curie bilan Yo'liyot Curie'lar ayrim-ayrim holda Nobel ximiya mukofotiga erishdi. Yo'liyotning qizi Elina mu mashhur olim bo'lib yetishib chiqdi. Buningdan sirt uning ikki o'g'li ayni chog'da mashhur fizika olimlaridan edi. 100 yil muqaddam Curie ayollar barobarligini amaliyotda ko'rsatgan. 20 asrning boshlarida ayollar ig'ir kamsitilatdi. Ularning ikki qizi va nevarasining mashhur olimlardan bo'lib chiqalishi dal Curie jamiyati tashabbus qilgan ayollar barobarlik ro'yidan kelgan. Buningdan qaraganda, jamiyatning oila kayfiyatining qanday bo'lishi munavvar farzandlarni tarbiyalab chiqishga olmaslikqa bevosita ta'sir ko'rsatdi. Ayollarni kamsitadigan oila muhitida munavvar ayollar barliq kelmaydi. Curie ayol alayda fan texnika natijalari bo'lg'achqila Nobel mukofotiga erishdi. Biroq ayolning barobarligiga nisbatan olganda ularga barobar ayol mukofotini berishim kerakmi qanday? Suyimli azizlar, bu ayollar barobarligi desa bizga bir xil quloqqa asal ta'dudek yoki ayollarni buzitishdek mundaq anglandi. Bu yerda da'vatqani ma'rif jihatdagi odillik. Bekar ko'z tutayotganim shu. Ayni chog'da Yevropa va yoki shu hozir taraqqiy qildi deyotgan shularning amaliyotda ayollar qo'ydigan cheklimlari intayin ig'ir va chingdi. Masalan, Montessori ma'rifining barpochisi Montessori xonim. Shu Montessori tibbiy universitetiga o'tdi, lekin ayol kishi degan tibbiy universitet o'qamdi deb uni o'qish nim qilibdi. Shunga u ayol shu nimdagi tunji tibbiy universitet o'qigan ayol bo'lib qoladi. Ammo o'qishni bittasimi shuncha qiyinchiliklarni yengib turib, qanday qiladi? Doktorxonada ish topolmaydi. Oxir berib belaqadek ojiz, mishta bolani baqsunchi bu deb birga kelgan vaqtida, ya'ni shu bolalarni qanday qilib tarbiyalayman deb shu jarayonda Montessori ma'rifininki barpo bo'lishiga asos soladi. Ya'ni gul chiroyli yani tanlab o'smaydi, balki o'sgan yerni chiroyli qiladi deydigan bir hikmatli gap bor, shunga o'xshash. Ammo endi bu yerda da'vatgan ayollar barobarligi chekdan ishib, ayollarning haddidan ishish emas. Balki bu narsa albatta
İslamda bor. Ayollarninki haq huquqlari, ularning izzat hurmati, tarbiyalanishi, ma'rifi hammasi nihoyatda yaxshi kapolatga ega qilindi. Bir asr burun Curie er-ayolni Nobel mukofotiga erishtirgan er-ayol barobarlik ideyasi avlodlarga keng umumlashqusi. Mariya gerçi kunda tajriba va tadqiqot bilan aldirash bo'lsa-mu, ammo u azaldan qizlarning o'sib yetilish jarayonini xotirlashni esidan chiqarmaydi. Mariya gerçi Parijda tursa-mu, ammo yana vatanni qizg'in suydi. Ballarga ona tilini o'rgatish uchun, ballarga bala vaqtga solganda Polsha tilini bildiganlarni tanlaydi. Shunday qilg'achqa balla uyda tabiiy holda Polsha tilini o'rganib olaydi. Ondan boshqa Curie xonim Parijdan boshqa yana o'z vatani Polshadami radiy tajribaxonasi qurdi. Mariya ikki qizidan cho'qindirishni qabul qilishni talab qilmayla qolmasdan, balki yana imkon bor bolalarga mustaqillik bo'shliqi yaratib berib, ularni 10 yoshidan boshlabla o'zi yolg'iz sayohat qilishga yo'l qo'ydi. Curie er-ayol bolalarga mushu xil o'ziga tayinish tarbiyasini berish orqali ularda kichikdan boshlab kishilik hayotda mustaqil yashash qoidasini bildirdi. Bundan boshqa Mariya yana bolalarga mayli qanday odam bo'lishidan qat'iy nazar 16 yoshdan boshlabla jamiyatga qanday to'p qo'shish to'g'risidagi masalani o'ylanish haqida tarbiya berdi. U qizlarga odam bo'lish yo'llarini o'rgatgandan boshqa, qizlarning ota-onasining to'pisidan huzurlanib o'tadigan odam bo'lib qolmasligiga da'vat qilgan. Yo'ldoshi qatnash hodisasiga uchrab qazo qilgandan keyin Mariya o'zining yo'ldoshi bilan ayirib chiqqan sap radiyning qimmati bilan bog'lanishli ekanligini biladi. U g'oyat zo'r boyliqni ikki qizi qoldirishdan voz kechadi. Ayni yillari u oila yig'ini chaqirib ikki qiziga qimmati million frank keladigan qimmatli radiyni tajribaxonaga iyona qilganligini jakalaydi. Mariyaning qarashicha, qizlari ziyoda namrat turmush kechirsa yoki ziyoda boy muhiti cho'ng bo'lsa, keraksiz odamga aylanib muhiti cho'ng bo'lib, keraksiz odamga aylanib qolsa bo'lmaydi. Odatdagi ahvolda odam boy oilada o'sib yetilsa, osonla nonqapi ham o'rin bo'lib qoladi. Hamda uning g'alaba qozonishidan hargizmi eg'iz ochqil bo'lmaydi. Agar ayni chog'da Mariya 1 million frankni ikki qizi qoldirgan bo'lsa, ular olim va yozuvchi bo'lolmasligi mumkin edi. Bo'libmi cho'ng qizi Yo'liyotning taqdirida o'zgarish bo'lmasligi, hatto Nobel mukofotiga erisholmasligi mumkin edi. Yo'liyot bo'lsa bilan ota-onasining yordamida kichikdan boshlabla tabiat bilan uchrashadi. Keyin u Sobin universitetida dadasiga o'xshash zehnini matematika va fizika qaratadi. U Sobin universitetida o'qiyotgan mezgilda onasi so'zlagan fizika darslarini anglash orqali tabiiyla onasining kasbiga varislik qiladi. Uningdan boshqa Yo'liyot maktab bitkazgandan keyin onasining tajribaxonasida yordamchi bo'ladi. Bu uning keyin fizik olim bo'lishiga puxta asos bo'lib qoladi. Suyimli azizlar, hozir hammamiz farzand tarbiyasiga bek ahamiyat beramiz va yana nurg'un shu onalar bolalarga yaxshi maktab tanlash uchun alohida izlandi. Mencha shu yerda ovozimni anglayotgan hammalar bu vaqtda izlandi deb o'ylayman. Yaxshi maktabga borsam deb yaxshiroq tarbiya ko'rsam, men qilolmaganni maktab ma'rif orqali erishtira olsam deydi. Mariya Curie'ning maktab ma'rifidan rozi bo'lmay, shundoq bir olim ayol turib, ammo shu oldirash vaqtning ichidan vaqt chiqarib o'zining ayrim maktab qurishi qizlar uchun o'qituvchilarni taklif qilib bu yerda bir maktab shakllantirishi haqiqatan ajoyib qaltisliq va ajoyib cho'ng jur'at. Mana shu ba'zi onalar masalan bolalarini yaxshiroq maktabda o'qitay, u bu deb izlansa atrofdagilarningki nima qiladi, yo'g'onchilik qilib, u bu yutqan qarab sunmay, andaq-mandaq degandek gaplar bilan ularni baholayotganini anglaganimda shunday ko'nglim yerim bo'ldi. Uningga aralashmay, bir o'zimizning bolalarimiz haqida go'zal orzu-armonlarni qilishiga aralashmasak nima bo'ldi? Albatta, bu yerda deganim masalan, yaxshi maktabda o'qisa yaxshi bo'lib ketadi emas. Shu muhim bir taraf bo'lib qoldi. Oila muhim, jamiyat muhim, maktab muhim, o'z-o'zini tarbiyalash muhim, ammo ashunchalik muhim narsa maktab, saboqdosh, qo'lim qo'shni degandek. Shuning uchun boshqalarningki bu vaqtdagi izlanishlarga qo'limizdan kelsa yordam berish, so'g'uq suv sepmaslik kerak. Kennedy jamoat orqali ota-onalarning farzandlarining kelgusiga ul solg'uvchilar ekanligini, farzandlarning ota-onasining orzusi bo'yicha tirishish va taraqqiy qilishning ota-ona qaytargan eng yaxshi javobi bo'lganligini, shundaqla o'zini yaxshi taraqqiy qildirish bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi.
Curie cəmiyyətindəki Maria bilan Yo'lyot o'rtasidagi ana-bolalik munosabat xuddi Kennedy cəmiyyətidagi Kennedyning bo'si bilan Kennedyning dadasi bilan Kennedy o'rtasidagi ota-bolalik munosabatga o'xshash inoq ijillikqa to'lgan. Ko'pchilik balki anglash jarayonida iliq kishining ismlari Maria degani shu Maria Curie'ni ko'rsatadi. Unda bo'lgandan keyin bu avval Maria Curie'ning cho'ng qizi, umi Nobel mukofotiga erishgan qizola. Cho'ng qizini Maria Curie xonimninki qaynotasi, ya'ni erining dadasi hisobda bo'g'isi tarbiyalaydi. Shunga mayada bir 3 avlod bor. Bir-biriga tarbiyalashga ta'sir ko'rsatayotgan 3 avlod bor. Endi Maria Curie xonimning erining dadasi ayni chog'da bolalariga o'zi oila o'qituvchisi so'lab, oila o'qituvchisi taklif qilib, ashundoq bir qo'lliq tarbiyalab, Maria Curie'ning yo'ldoshi Pierre Curie'ni yetishtirib chiqqan. Undan keyin uning qizi, ya'ni nevrisi Yo'lyotni ashadam tarbiyalagan. Yo'lyot eng oxirida onasining tajribaxonasida yordamchi bo'lgan Pierre bilan to'y qiladi. Hamda 1935-yilda Nobel ximiya mukofotiga erishib, Curie jamiyatida 3-chi bo'lib Nobel mukofotiga erishdik shajarni yaratib, butun dunyoni zilzilaga soladi. Yo'lyot ayol ota-onasining ayollar barobarlik ideyasiga varislik qilib qolmasdan, balki yana tadqiqot usulimi ularning tadqiqot usuliga o'xshab ketadi. Maria bilan Pierre o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolganga o'xshash. Yo'lyot Curie garchi ximik, yo'ldoshi fizik bo'lsa-mu, ikkilisi eng yaxshi yordamchilardan bo'lib, eng oxirida Nobel mukofotiga erishdi. Curie xonim o'zi va yo'ldoshining muvaffaqiyatlarining qizida parlaq nur chechishini orzu qiladi. Shunlashqa u hamisha Yo'lyot ayolni tadqiqot xizmatini uzildirmaslikka rag'batlantirdi. Pierre Curie jamiyatining oila kayfiyatiga cho'nqur qoyil bo'ladi. Hamda o'zining familiyasini Curie'ga o'zgartirish orqali hurmatini bildirdi. Normalda ayol kishi er kishining familiyasini qo'llanadi, lekin Yo'lyotning yo'ldoshi qoyilligidan o'zining familiyasini ayolining familiyasi, ya'ni Curie familiyasiga o'zgartirdi ekan. Keyin ota-onasiga o'xshash Yo'lyot ayol Sobin universitetining professori bo'ladi. Shuning bilan birga Yo'lyot onasi bir ömür zihnini sarf qilgan radiy tajribaxonasiga varislik qiladi. Odat nuqtai nazari bo'yicha ba'zilar buni bir xil ilm-fanga qilingan hujum deyishi mumkin. Ammo ikkisining Nobel mukofotiga erishish kelsak, ishlar asli undaq bo'lmasa bo'lgandeklar. Amniyat butun umrini ilm-fan ishlariga bag'ishlagan ikkisiga nisbatan olganda, farzandlarining ota-onasining tadqiqot ishlariga varislik qilishi va uni joriy qildirishi shubsizki oqilona natija, shundaqla izil oila kayfiyatining yaratilishidir. O'zimiz qilayotgan ishni chin ko'nglimizdan yaxshi ko'rish, faxrlanish va qilayotgan ishimizni bolalarimizga go'zal qilib ko'rsatishning o'zi bir onalik san'ati, dadillik san'atichu. Bolalarimizda ota-onasini yaratmaydigan, ota-onasini qilgan kasbini men undaq qilamdim deydigan. Masalan, ota-onasi bek professor, bek o'qib ketgan, bek akademik bo'lsa, voy kechgacha o'qib kitob xaltisi. Yoki o'qimagan bir so'lab qolsa, bilmaydi, nodon. Bundaq hunavan bo'lib qolsa, masalan, bir ish qilib nima deymiz? Bolalarning ota-onasini e'tirof qilmasligi va yoki bo'lmasa ularning kasbini yaratmasligi bu farzand tarbiyasidagi bek odamni ichini ichishtirgan, Alloh saqlasin. Naytdi? Avlodlar o'rtasidagi bo'shliqni kengaytirib, bir hong paydo qilgan narsa-chu. Shu o'zimizning kasbini o'zimiz suyib turib qilish, uningdan huzurlanish, qoqshash emas. Voy, bugun meni olsam yana andaq, mandaq. Muaning yine anda olab, manda olab. Bu narsalar shu biz zerikkan ishdan bolamizni zeriktirdi. Biz qilayotgan ishimizni bolamizni yaxshi ko'rmaydi. Shundan ertaga sal cho'ng'as nima qiladi? Men ochgan do'konni ochsa, men ochgan navoiyxonni ochsa, manda qilsa, qo'ldan bir ish kelam detsam, ish kelmadi, men qilgan ishni qilsa, unimi qilmaydi, bunimi qilmaydi. Shuning uchun o'zimizning qilayotgan ishini suyib turib, ixlos bilan, samimiylik bilan, fazilatimiz bilan bizga yarashgan holatda go'zal qilish bolalarimizga beradigan tarbiyaning eng mo'jizasining birisi bo'lib hisoblanadi. Yo'lyotning qizi Irina Sobin, hamda Maria Curie'ning nevrasi, Curie apandimning evrisi keldik. Irina Sobin universitetida qobillarni tarbiyalash maktabini qurganda, matematika darsi bergan Paul Engevinning nevrasi bilan to'y qildi. Tunji bo'lib Curie xonim tashabbus qilgan qobillarni tarbiyalash maktabi odam tarbiyalash rolini joriy qildirib qolmasdan, balki yana kishilik munosabatni kengaytirish rolini joriy qildirdi. Biz shu
Mesela çoğunlar balalarga layık tanlaganda yoki yoshlar o'zaro layık tanlagan vaqtida qaysi kunimi bir kitob o'qigan vaqtida deb o'tib ketdik. Layık tanlash intayin muhim. Masalan, u akasi, masalan, u o'qituvchi kim, bu o'qituvchi. U manda kim, bu manda. Masalan, u bola bek yavash ekan yoki manda o'qitdi ekan to'q. Manda deblam. Bu ikkisining hayotdagi o'y xiyollari, kelgusi, mandaq nishoni, nurg'un narsalarda birdeklik bormi deganda endi damal ota-ona qarab bilolmaymiz. Bu jiq narsalarni ham qarab bilgilmaydi. Masalan, 3 qatim ko'rishib, fikrlashib qilishiga ruxsat berilishida birinchisi bir-birini ko'rib, insonlar o'tirsida Allohning sog'an bir mehri bo'ladi-ku, ayollar o'tirsida. Shu mehrning bo'lgan bo'lmaganligi. Bu muhim. Ikkinchidan, bu jarayonni o'tirib qo'pishi, u bu narsaga asosan biroq masalan bir qanday qildi deganda ozroq bilidimdi. Shuning uchun nikoh ishlarida bo'lsin yoki tanlagan vaqtida inson amal va o'rtaq nuqtalari va o'rtaq nishoni bo'lgan kishilarga bakrak diqqat qilish, shu nuqtalarga bakrak diqqat qilish kerak deyman. Endi bu mashhur jamoatlarda nimalarni o'rganamiz? Ana tashabbus qilgan qobillar tarbiyalash maktabi. İnsanlar xeyli burunlu farzand tarbiyasiga ko'ngil bo'lib kelgan. Tarixiy materiallarda xatırlanışca, tarixda ilgirki oila o'qituvchisi mentor deb atalgan. Bu hozirma turkiston bog'u mentor deydi-ku bular. 2800 yil avvalgi Homerning tarixiy dastoni Odissada tunji qitim oila o'qituvchisi degan ibora uchraydi. Odissa Isak podshoning o'zi bo'lib, u Penlop bilan to'y qilib, Teller Marks shahzodani tug'di. Keyin Odissa Troya urushi qatnashmoqchi bo'ladi. Shuning bilan yaqin do'sti mentorni o'g'lining o'qituvchiligini ustiga olishga havola qiladi. Teller Marks dadasi jangga qatnashgan 20 yilda u o'qituvchilardan kamtarlik bilan o'rganish orqali oxiri intayin farosatlik odamga aylandi. Yaqinda kishilar o'ziga cho'ng yordam bergan yoki ta'sir ko'rsatganlarni mentor deb atashmoqda. Ya'ni mentor. Uning manbasi yuqoridan kelgan bo'lishi mumkin. Tarixda nurg'un mashhurlar oila o'qituvchisining ta'siriga uchragan. Podshoh Aleksandrmi tarixda buyuk bo'ysundirg'ich shoh deb atalgan bo'lib, uning o'qituvchisi dal mashhur faylasuf Aristotel edi. Unda podshoh Aleksandrni shu rivoyatlardagi İskender Zulqarnayn shu deb qaraydiganlar bor. Balkim shu bo'lishi mumkin, men bek aniq bilmayman. Milodiyadan ilgirki 356-yili Aleksandr Makedoniyada tug'ildi. Uning dadasi dal Filip II edi. 10 yosh vaqtida dadasi uningga Aristotelni o'qitishlik taklif qilib berib, falsafa va hidoyat yo'llarini o'rgatdi. Keyin u aqli bilan bo'ysundirg'ich shohga aylandi. Buni shu yillardagi Aristotelning uningga bergan ta'siridan ayirib qolgani bo'lmaydi. Ya'ni shu İskender Zulqarnayn. Men bu haqda bak nim bog'i o'ylaqam. İskender Zulqarnayn haqiqatan dunyoni zilzila solgan ajoyib cho'ng podshoh. O'lgan vaqtida deydi-ku, mening taotumdan ikki qo'limni chiqarib qo'yinglar deb nemish qadisi. Mushundaq dunyoni bo'ysundirgan bir podshohning o'lgani quruq qo'l ketgani insonlar ko'rsin va ibrat olsin deb. Bu bir rivoyat hamdi. Uningdan boshqa buyuk adib Gyotimi oila o'qituvchisining ta'siriga uchragan. Gyoti garchi buyuk adibga aylangan bo'lsa-mu, ammo uning ota-onasi va ikki tarafning jamoat a'zolari adabiyotda yoshirin iqtidorni hozirlamagan edi. Gyotining dadasi o'zining obro'yligidek bir kasbining yo'qligidan, shung farzandlarini munavvar ixtisos egasi qilib tarbiyalab chiqish uchun barliq zehnini o'g'liga qaratgan hamda bolasini sistemalik ham aktiv oila tarbiyasiga ega qilishni iroda qilgan. Shu sababdan Gyoti oila o'qituvchisining tarbiyalash turtkisida adabiyot, san'at, din, Latin tili, ingliz tili, italyan tili, fransuz tili, ibraniy tili qatorliqlarni o'rganishga boshlagan. Amaliyotda dunyodagi ko'plagan mashhur jamoatlar yoki jamiyatning yuqori qatlamidagi oilalar farzandlariga oila o'qituvchisi taklif qilishni bir xil odatga aylantirgan. Lev Tolstoymi farzandlariga munavvar ingliz tili o'qituvchisi taklif qilish uchun ko'p bosh qotirgan. Eng munavvarlarini taklif qilish uchun hatto o'zi bevosita Angliyaga ingliz tili o'qituvchisi izlab borgan. Nobelning dadasi Nobelni 9 yosh vaqtida Shvetsiyaga berib, o'g'liga oliy darajalik o'qitish taklif qilib berdi. Uningdan boshqa James Mirmo 3 yosh vaqtida latin tilini, 8 yosh vaqtida grek tilini o'rganishga boshlaydi. 12 yoshga to'shqanda etika-shunoslikni o'rganadi. Ashunda qaltis baldir ilib berilgan tarbiyami oila o'qituvchisi orqali amalga oshgan. Bugungi jamiyatda oila o'qituvchilaridan iborat bu kasb hali ham mavjud. Ba'zi chog'larda oila o'qituvchilik kishilarni behuda pul xarjlayotgandek hamda belgilik roli bo'lmayotgandek tuyg'u keltirib qo'ydi. Agar
aile o'qituvchilarining roli to'liq joriy qildirilsa, bolalarning kam qolgan darsliklarini to'liqlag'ili bo'ladi, hamda shu orqali bolalarni o'ziga xos alaylik bilan tarbiyalab chiqqili bo'ladi. Agar shundoq bo'lsa, oila o'qituvchisi taklif qilish qurbati yetmaydigan oilalar farzandlarini tarbiyalashda qanday qilsin? Birinchidan, ota-onalar bolalarning tunji ustozi. Bolalarni tarbiyalashda konkret bilimning bo'lishi behojat. Faqat kunlik turmush davomida farzandlar bilan cho'nqur sirdashish hamda bolalar uchun ozoda ham erkin muhit yaratib berish uchun bolalarning bolaligini shodman o'tkazishiga hamroh bo'lish kerak. Mana bu bir xil munavvar tarbiya. Pierning dadasi munavvar o'qituvchining rolini olgan emasmi? Ikkinchidan, avlod ayirish tarbiyasini jonliq ishlatish kerak. Pier dadasi nevrisidan xabar elish davomida avlod ayirish tarbiyasi elib borgan. Natijada buvisining ta'siriga uchragan qiz nevra Yolyut oxiri Kyuri jamiyati uchun Nobel mukofotiga erishgan ikkinchi avlod varis bo'lib qolgan. Avlod ayirish tarbiyasi deganimiz ulug' buvisi o'g'il nevrasini tarbiyalashga mas'ul bo'lish, ulug' momisi qiz nevrasini tarbiyalashga mas'ul bo'lishdek bir turlik an'anaviy tarbiya shaklini ko'rsatadi. Dada farzandlarini bevos tarbiyalaganda ba'zi hissiyot omili farzandlarga nisbatan salbiy ta'sirlarni paydo qilishi mumkin. Dunyodagi ota-onalarning qalbi bekmi bechora. Barliq ota-onalar o'g'illarining ejdahoga, qizlarining sumriqqa, ammo bu Xitoychadan tarjima qilingan bo'g'achqimishlar debdi. Arzu qiladi. Biroq farzandlarni ota-onalarning arzusi bo'yicha taraqqiy qildirg'ili bo'lmaganda, jiddiylashgan ota-onalar farzandlarini haqoratlaydi yoki toza savoydi. Mundaq qilish bolalarning ishonchisiga dast yetkazib qo'ymasdan, qo'yibla qolmasdan, balki yana ularda qarishilishish yoki ta'tir psixik paydo qilib, nurg'unlagan go'zal istaklar tarbiya davomida ko'pikka aylanib ketadi. Dal mushu sababli ko'ngzimi farzandni o'zi tarbiyalamay, boshqalarning tarbiyalashiga havola qiladi. O'zi yonida o'tirib ko'zatchilik rolini o'ynaydi. Shunlashqa ota-onalar farzandlariga konkret bilim yetkazuvchi bo'lgandan ko'ra, farzandlariga yetakchisi bo'lgan yaxshiroq. Uchinchidan, ana qobillarni tarbiyalash maktabi orqali farzandlarga texnik ko'p sohadagi munavvar o'qituvchilarni topa oladi. Bu usul farzandlarning qiziqishini qanoatlantirib qolmasdan, balki yana kishilik munosabatni kengaytirish fursati bilan ta'min etib berdi. Bu ishni eng yaxshisi ona qilish kerak. Bugungi jamiyatda onalarning ish oldirash bo'g'achqa buningga ko'p vaqtni ajrata olmaydi. Maria Curie ona bo'lish sifati bilan Sobin universiteti xizmatdoshlari bilan birlikda muddati 2 yilga yetgan qobillar maktabini o'rtaq ishga kirishtirib, farzandlarini muvaffaqiyatli holda fan tadqiqot yo'liga boshlab yetaklaydi. Qobillarni tarbiyalash maktabi bilan oila o'qituvchisi taklif qilishni bir selishtirsak, har ikkilisiga ko'p pul ketmaydi. Yana farzandlarning amaliy saviyasi bo'yicha dars o'tib, shu orqali bolalarni texnik keng soha bilan uchrashtirg'ili bo'ladi. Hozir nurg'un ota-onalar maktablarning yuqori so'mliq dars to'liqlash haqqi uchun boshqa turdi. Shu ota-onalarga nisbatan qobillarni tarbiyalash maktabi ichish farzandlarni uzoqqacha tarbiyalashdagi yaxshi usul bo'lishi mumkin. Suyimli azizlar, biz Kyori jamiyatini o'qib tugatdik. Mashhur jamiyatlarga qaraydigan bo'lsak, ba'zilarga adam o'ksinib, bu oila o'qituvchisi deb o'ylab qolamiz. Bizniki men yana Turkiyada yashayotgandan keyin hozir o'zim Turkiyadagi ba'zi ahvollarni desam, masalan, bolalarimizni kurslarga beramiz-ku. Bolalarimiz o'zi yaxshi ko'radigan narsada kurslarga bersak bo'ldi. Masalan, oila o'qituvchisiga yetishmay qolsaqchu, endi iqtisodiy jihatdan qiynalsak, shu hukumatning har xil haqsiz kurslari bor bolalar uchun ochadiganchu, o'shalarga olib borsak bo'ldi. Ammo men deyman, ko'nilar deydi, yotqanga qarab putsin. Men deyman, putingni toza novchi sunib, ash putingga yetkidek keng kushada yotgan tik. Shunga tirishayli bolalarimiz uchun imkoniyatning berishcha, mencha shundaq men qo'llayman buni. Ammo iliqi bek qo'rquv yoqmay bolam mandati bolalarga o'zining qiziqishi yoki nimasini qilmagan avalisi o'zimizningki orzusini tengib kechish u bolalarga besim qilib o'zimizga besim qilish emas, lekin bolamizning iqtidori bor, yaxshi ko'rgan shu nimalar sohalar bo'lsa kursga berish, oila o'qituvchisi taklif qilib berish. Hozir degan to'r ajoyib taraqqiyot ketdi-ku. Masalan, shu İngilizce öğretmekçi olsak mı şu İngiliz acayip noçi İngilizce'den torda bir yutdu. Şuna mı? Çok yani. İmkaniyetler köp. Bunun için biz avval özümüzdeki cismani cihetlik sağlamlığı, ruhi cihetlik sağlamlığı, ata-analığımızdan texnik sübetlik buluş için tirişsak, her xil sebeplerini qısak, iqtisadi ciheti küçeysek, bence işler texnik yaxşı bitadi deb o'ylayman. Bugun kitap o'qishimiz müşagicha yana boshqa jamiyatlar bilan tanishib chiqishni davomlashtiramiz. Bugünkisi müşagicha bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga emanet.